Mana. Assalomu alaykum. Qandaysizlar jigarlar? Voy, mana hoyt uyqudan turdim. Soat o'zi bilmayman necha bo'ldi. Voy, mabod chukurmayap. Anu narsani mana voy. Ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Ana. O'sha narsa nima? Eshitib pech oldin. Voy, Yo, jo'raqo'r qandaysan jigaram? Yaxshi, qandaysan jigar? Men senga zo'r topshiriq tayinlab qo'ydim. Nima topshiriq? Mana challenge'dan o'tsang, men senga 9 stak almas beraman. Sahiy bo'lib ketibsanmi jigar? Bo'pti, rahmati. Bo'pti, hozir ketdim men. Jigarlar ko'rdilaringmi? 9 stak olmas, bu hazilakam pul bas. Agar buni blokka aylantirib qurilishda ishlatsak ham vashcha zo'r bo'ladi. 1 2 3 hoppa. Hoppale. Bitta menimcha slizga sakrab, bitta sakrish oson ekan. Bitta nima bor? Bitta tosh, ovqat, kamon, o'qlar va regeneratsiya damlamasi bor ekan. Bitta menimcha skeletga o'qizib, vedmaga o'qizib, regeneratsiyani taymga tashlashim kerak. To'xta, u hali senga oxirgi joyda kerak bo'ladi. Bo'pti, jo'raqul bo'ldi. Sakradim. Menimcha mana shu yerdan otsam tegadi. U menga damlamani otyapti. Yo, orqaroqqa o't olmasam, u meni hozir o'ldirib qo'yadi. Mana shu yerdan turib otaman. Hoppa. Mana nihoyat o'ldi. Mende sakrasam och qolaman. Och qolsam ovqat yeyalaman. Ovqat yelsam jonimni to'ydiralaman. Yarimta jonim qoldi. Bo'ldi. Endi ovqat yeyman. Menimcha mana varonkani ichida nimadir bor-da. Shu menga rosa qiziq. Buni qanday ochay endi? Mendayda yurib. Voy, baribir tushib ketdim. Mana, menimcha shu menga kerak edi. Bularda inventardan richak. Cho'ta bitdim, bir umniy narsa kerak-da bitta. Eshikni ochishdan ham senga richak kerak edi. Shundan. Ovqat yeyore bitta. Hoppale. Menimcha richakni men jo'raqul bo'lganda qaqa qo'ygan bo'lardim. Malika. Yo'q. Bu qanday? Voy, dinamit ekan, jo'raqul. Yaxshi o'ylabsan lekin. Rahmat. Lekin jotga chiqibdi. Almas. Lekin bu menga kerak emas. Sababi men 9 stak almas ishlab olaman. Zashirovanniy oltin olma. Men ruscha bilan o'zbekchani aralashtirib gapirishni o'rganib oldim. Hoppa, endi bularni kiyib olamiz. Qalay, yarashdimi jigarlar? Xo'sh, endi menimcha meni ifritladi. Men chaqirishim kerak. Regeneratsiya ham shunga berilgan shekilli. Xo'sh, men hozir oyoqtagiga tashlayman-da. Zachirovanniy oltin olmani yeb. Qilichni olib ularni yoyaman. Mana qakisaman. Hammani yoyaman mana sallaga. Yo'ma-yo. Bular meni hozir o'ldirib qo'yishi mumkin. Men bularni o'ldiraman. Ular meni o'ldira olmaydi. Mana senga. Puqlar, hammen puqsan. Eshiklarni yopib qo'y, ular qochib ketmasin. Hoppala. Mana yopdim.
Hech qaysing hech nima qilolmaysan. Mana senga ham bor. Mana. Yo'q, bet ferma ekan orti. Manimcha shu 3 oydan qolgan xolos. Oppa. Xo'sh, hammasi deydi, hammasidan tushyapti. Bo'ldi. Yo'q, o'zi bittasi yordam beribdi. Qani boltam bormi? Mana boltam. Mana hozir mana yutug'im bularni men uxlataman. Hoppala. Bu yerda bedrock nima qilyapti? Qayerdan olding bedrockni? Ishim bo'lmasa, tanishlarim bor. Bo'ldi. Bedrock menga umuman kerak emas. Menga eng muhim bular olmoslar. Stop. Men bu yerdan qanday chiqaman? Shuni ham o'ylamadimmi? Boltam bor-ku. Boltam, tente shulardan foydalan. Qani? Boltani buni abadiy yo'q qilish mumkin. Kirgan olaman bundan. Mana. Qani endi bu yerda o'lmayman degan umiddaman. Suvga ham tushdi bopladim. Xo'sh do'stlar, mana biz Jo'raqulni tayyorlagan challengedan o'tdi. Nima obuna bo'lish kerakligini hozir aytaman. Agar shu video bilan kanalimda 30 ta obunachi yig'ilsa, men yana bitta shunga o'xshagan challenge qilaman. Bu challengeda yana Demir ham qatnashadi. O'ylamanki, sizlar buni yig'a olasizlar va bu video tagida o'zingizni takrorlanmas laykingizni qo'yib, komment yozishni ham unutmang. Bo'pti, xayr, chao, cha-cha-cha-kao. Obuna bo'linglar.